Yana mana bitikka o'tiramiz. Ha? Mana bitikka deymi? Manaqa kel, manaqa. Ha. Qanaqasanlar, tuzmisanlar? Ayangliginglar, kattangliginglar, katinangliginglar tuzumi? Ha? Yaxshi yuribdi. Raz Toshkentga keldingmi, o'zing shirangni sotib, o'zligingni yo'qotib qo'ymagin. Tushunsan? Ha? Tushunsan? Nima san deysiz? Tushunyapsanmi deyapman. Ha, naqami? Kimni? Gulchi xolamlar yaxshimilar? Kim u? Gulchehra xolam so'rayapman, Toshkentda joylik otini aytmaydi. Uni harlar tashib ketdilar bu yerda. Ha, yuribdilar, paxta terib. Mamakamlar qalay? Mamakamlar qarshi yuribdilarmi? Kim u mamakam? Mamalar akam aytayapman. Tushunsan? Kino ko'rishni ham bilmaysanmi? Endi estetika degan narsa yo'qmi? Nima qildim? Men indamay kino ko'rdim-ku. Vot endi indamay kino ko'rdingda, orqadagi partikalarga qarasang bo'lardi-yu. Tushunsan? Agar bunaqa qiladigan bo'lsang, Toshkentga kelmalading. Jo'r ovqatlanamiz. Oka, bizga sariy sho'rvalaringizni berib yuboring. Sariy sho'rva? Ha, sariy sho'rva. Ha, chechishni sopmi? Yo'q. Amayli chechishni suv olib kel, sariy sho'rvani atmay qilasiz-da. Ana, Suxarga ayting. Zo'r ketadi-da. Kallang joyda suxari jiyanlanga aytasan. Bu yerda o'zidan qotilni qo'shib beradi. Hamma joyda mana shunaqa shamanni qo'yiraversan-da. Narsalar hammasini jishtirib haydab bu yerdan qishda ketasan. Kech bo'lganda qanday ketaman? Qanday ketaman? Oldingda analik petakka chiq, odam to'ldir, o'qib-bo'qib qisilib ket, ichida unaqa narsalar yo'q. Tushunsan? Hozir Rizogo degan ilova chiqqan. Toshkentdan Lumbay viloyatidan Toshkentga qatnasang bo'ladi. Tushunsan? Ichida qisilib ketmaysan. Nimaga deganda 3 tagina yo'lovchi bo'ladi. Tushunsan? Pochta, u narsalar jo'nataman desang ham mutlaqo xavfsiz. Dunyo standartlariga javob berayotgan ilova. Tushunsan? Jo'r hayda ketgan narsalar, hay, taksiga keldi. Hozir jonimga tegdik, sharmanda, suxari, mahari, birballar deysan. Aka, buni Samarqandga olib borib tashlaysiz. Siz ketmaysizmi? Biza mashitni bo'lasimiz. Zayu, agar biza ketsak, nastru tushunsan?